sotuvimizga yili eskiroq bo'lsa ham Gentra minaman degan aka-ukalarimiz uchun tayyor mashinamiz keldi. 2015-yil bir Spark tipli qo'yib yuboramiz. Amerikanka farali, to'rtta yaxshi balonlar turibdi. Tonirovkasi ruxsati yo'q. Mana chexolchalar qo'yilgan. Mexaniki 2015-yil. Mana 174 ming yurgan ekan, monitorlarda turibdi. Abagrev sidenalar 1 yevro varianti eganda. Avtomat emas, yevro variantida podogrev sidenalar bo'ladi. Mana mashinamiz orqa ko'rinishlari. Metanlari ham 4-paketini yaxshisidan qo'yilgan ekan, stak. Orqalarida optiralari bor. 75 millionga mashincha shumka bo'lgan. 4-paketini. Polni shumka ekan mashinamiz. Mana eshiklari, arxa bagajlari bo'lgan ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. 2015-yil mexanika Gentra so'rayotganlar uchun mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Arzondan qidirayotganlar uchun 77 million so'm narxi. Bank ham qilib berilaveradi. 30 million puli bor odamga birlamchi qilib bank ham qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana shunday tiniq, arzon mashinalar kerak bo'lsa, mana shu kanaldan uzoqlashmanglar, podpiska bo'lib qo'yinglar. Tayyor.